Mana O'zbekistonni bitta tarixiy joyga kelganmiz. Akamiz bor. Aniq ma'lumotga ega emasman, lekin qo'ldan kelgancha qisman aytib beraman deyaptilar. Mana shu tosh haqida ma'lumot beradilar. Mana akamiz o'zlari. Aka boshladi mana. Qo'ldan kelgancha tarixini gapirib bersangiz. Bu joyning ismi Temirboqqaya. Bunisi Ulug'joy Matorol katta tosh. Bunisi bu ham katta tosh. Oldingi paytda qanday desam, tog'dan tushib shu yerga paydo bo'lgan. Xo'p. Bu yerda sarchashmaning boshi suvi shu yerdan boshlanadi. Yuqoriga katta chashma bor, xalqni suv bilan ta'minlab beradi. Butun yoz bo'yi, butun umr bo'yi sarchashmaning boshlanishi ekan. Tog' ekan, buni tarixi juda ham katta ekan. Aka qo'ldan kelgancha tushuntirib berdilar. Akaga rahmat, respekt. Qolganini xudo xolasa yaxshi tarixni biladigan odamlardan qo'yamiz. Nasib.